Assalomu alaykum. Bugun yana navbatdagi video. Bu videoda shunchaki anaqa qilsagan bolalar ekan anaqa orzularda uchib yurgan treyder degan video nima desa bo'ladi. Xullas, savdolar qanaqa bo'ldi? Savdolar har doimgidek minus yoki kirolmagan holatlar, mana kechagi holatni qaranglar. Biz setupimiz 1 soatlik FVG edi. Bir soatlik FVG setupimiz bor edi. Hozir bu yog'ini chopib tashlaymiz. Qaranglar. Hop, Aziya ochildida 1 soatlik FVG tashab ketdi ochilishida. Aziya sessiyasi ochilishida 1 soatlik FVG tashab PDLni yechdi, o'tgan kunda low'ni yechdi. Yechdida shu FVGga yo'q. 1 soatlik FVG tashab ketdi, qaytib FVGning ichida manipulyatsiya qilyapti. Hozir ko'ramiz. Kichkina time frame o'tamiz. Mana o'sha FVG 1 soatlik FVGimiz. Aziya keldi. Mayli bu tomonda savdo qilmadi deylik. Keldi, bir marta reaksiya berdi. 1 soatlik FVG kontekstimiz sell edi. Short kontekst, ya'ni tushib kelayotgan downtrend kontekstida. Pastda targetimiz bor edi, PDL. Mana bu Aziyani birinchi 1 soatlik FVGni 0.5 dan yarimidan birinchi FVG anaqasidan, birinchi testidan 1-2 ishlasak bo'lardi. PDLgachami. Mayli buni o'tkazib yubordik deylik. Keyin Frankfurt ochilyapti. Frankfurt ochilyapti-da PDLni shunchaki sweep qilyapti. Sell side shunchaki sweep qilib, qaytib chiqib, yana shu yerdan mana shu zonadan yana 1-2 ishlab beryapti. Buni ko'rib o'tirdim, kuzatib o'tirdim, lekin kirmadim, shu entryga kirganim yo'q. Ya'ni o'tkazib yubordim entryda. Demak, 1 soatlik FVGni testi darsh ketdi. Pastda daily FVGimiz bor edi. Daily FVGga test berdilar. Prosta daily FVGga entry drill qildi, qaytib chiqib ketyapti. Uchib chiqib ketyapti. 1 soatga olamiz. Bir soatlik FVGni shunday London 1 soatlik daily FVGga test berdi, qaytib chiqib ketdi. Mana joyda Mullas Aziya sessiyasida mana Frankfurt test berdi, undan keyin London yana bir marta test berdi. London mana shu zonada manipulyatsiya qildi, darsh qaytib tushdi. New York ochildi, Londonda low'ni yechib, mana shu nimadan daily FVGdan 3 chiqib ketdi. 3 chiqib ketish jarayonida bizga 1 soatlik FVG tashab ketdi. 1 soatlik FVG tashab narx chiqib ketdi. Bugungi holat kutib o'tirdim 1 soatlik FVGni. Kutib o'tirdim, narx impuls bilan tashadi. Impuls bilan tashadida men tasdiq kutishim kerak edi yoki narx impuls bilan tushib kelayotgan paytda
Londonda sразу ochildida London impuls bilan tashladi 1 soatlik FVGga. Men limit qo'yib qo'ydim menga 50% dan kiraman deb. Limit qo'ydim, sразу stopim oldi. Keyin yana перезаход qildim. Mana shu zonalardan kirdim. Stopni pastroqqa qo'ydim. Где-то bir $300 atrofida bo'ladi stop. Mana shu joylarga qo'ydimda, tepa 1-2 ma'dan olaman degan maqsadda mana shu yergacha qo'ydim. Lekin narx ozgina yo'l bergandan keyin yopib yubordim сделкani. Yopib tashladim сделкani. Men bilmayman nima ta'sir qildi, xullas psixologik narsa bo'ldimi? Yopib yubordim mana shu $100 qancha, $150 qanchada yopib tashladim. Lekin bu yerda $400 minusimiz turibdi. $400 minusimiz turibdi. Ha shu $100 plus bilan bu yerda $400 minus oldi. Narx aytganimdek yurib ham berdi 1-2. Tashda 1-3 ham yurdi shekilli. 1-2 yarim yurib bergan ekan. Mendan chiqib ketdim. Endi o'zim so'kkanimni bilaman. Endi bu yerdan chiqib ketdim-da. Masalan, ushlab o'tirsam bo'lardi. Ushlab o'tirsam bir $700, $800 atrofida olib chiqib ketmoqchi edim. Men matdan birinchi harakatdan chiqib ketdim. Menga narx tushadi, daily FVGga tushadi deb chiqib ketdim. Bo'ldi. Shu bilan savdo o'ldi. Undan keyingi holat. Tradingda psixologiya, nima uchun psixologiya deyishadi? Psixologiya u savdo qilayotganda ochib qo'yib yotek yo stop deb o'tirsa ham bo'ladi, lekin realniy nimada savdo qilayotgan odam bunaqa qila olmaydi. Chunki buni emotsiyalari bor, har xil bir matga kelib ketsa-chi, olmay qolsa-chi, qaytib ketsa-chi, bo'lmasa-chi degan narsalar, shu narsalarni yengib o'tish kerak-da trader. Hozir menda shunaqa holatlar bo'lyapti, psixologik holatlar. Kecha qarang, 1 soatlik FVGda necha marta imkoniyat berdi? 1, 2, 3 marta imkoniyat berdi 1 soatlik FVGda. Daily FVGning ichida manipulyatsiya bo'lyapti. Matdan manipulyatsiya bo'ldi, likvid lovini yechdi. Zonadan bosib yuborsam bo'larmidi? Bo'lardi, lekin qilmadim deb bizga emas ekan u narsa. To есть narsa bo'ladi. Hali u darajaga chiqmabmiz. Qaranglar, chiqdi. Aziyani hayini 3.3 keldi. Bu yerda o'tib ketgandan keyin ko'ryapman, funt bilan SMT bo'lgan. Funt. Aziyani hayini yechgan SMT. Euro yecholmadi, shundan qaytdi. Narx qaytib tushib ketdi yana. Qaranglar, yomon impuls bilan tushdi. Juda impuls bilan tushdi. 1 soatlik FVG tashlab ketdi bizda. Balo FVG'mizdan bor edi. Undan oldingi 1 soatlik FVG. 1 soatlik FVGni yorib o'tib turib, qaytib retestidan yana shu направление bo'yicha bunday kirsa bo'ladigan holat edi. Qaranglar, mana shu 1 soatlik FVG'miz stopimiz olgan, pozitsiyani erta yopib yuborgan holatlar. Narx nima qilyapti? 1 soatlik FVGdan yana qaytib kelib, yarim 50% dan test beryapti. Hozir ko'ramiz. Mana test berdi, yana 50% ga test berdi, shu yerdan qaytib tushib ketdi narx. Bu yerdan kirish kerak edi mana 50% dan, o'sha yorib o'tib ketgan teskari tomoniga kirish kerak edi. New York sessiyasida o'sha dars tushib ketdi. Mana bu daily FVGni 0.5 mana o'sha reaksiya beryapti. Xullas shunaqa. Nimaga matdan kirmading dedingiz? Endi bu yerda 2 marta stop olib, 1 marta pozitsiyani o'tkazib yuborganingdan keyin
bir marta pozitsiyani o'tkazib yuborganingdan keyin dальше уже odam kirgani cho'chib ham qolar ekan, xullas bunaqa psixologik давление bo'lar ekan. Masalan, kirmagan paytingda yurib beradi, kirgan paytingda mana qilib stopingni olib beradi. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Mana hozir daily FVG ga test berdi, hozir chiqib ketdi narx. Qancha chiqib berdi? Mana 190-200 pips narx chiqib berdi. Biz bemalol matdan 1.2 yo 1.3 ta olib chiqib ketsa bo'ladigan holatlar bor edi. Xullas shunaqa bo'lyapti. Proses qiyin, treyderlik qiyin ekan. Oddiy ishda ishlab tayinli yashab, o'zing garantini oyligini oyda oxirida beradigan oylikda olib ishlash chunki oson ekanda, trading qiyin ekan. Mana hozir ko'ryapsiz, nechta pozitsiya o'tkazib yubordim. Kecha o'tkazib yubordim 3 ta pozitsiya. Bugun stop oldim, ma'dan shashilib, impulsga e'tibor bermasdan, trend yo'nalishiga e'tibor bermasdan, matda ochib turgan foydadagi сделкамni 1-2 ishonmadim mana, qarang. 1-2 ishonmadim. Bu yerdan chiqib ketdim. Yomon kuchli psixologik давление bo'lar ekan. Hozirgi holatni qarang. Narx keldi, impuls bilan tushdi, 50% ni test qildi, iddalashga chiqib ketdi. Bu yerdan endi ochmaganim uchun alam qiladi. Xullas kunda oxiriga kelib haligi stroykada 20 soat ish qilib charchagan odamdek charchab, asablar buzilib uyga qaytadigan holat bo'lar ekanda. Hozir shunaqa etapda turibmiz. Tillada nima holat? Tilla ham stoplarni yig'ishtirib ketdi shekilli mana. Zonaga kelsa kirmoqchi edim men. Kelmadi, qaytib ketdi. Funt ham o'rtaga zonaga keldi, 79 dan qaytdi, impuls berdi. Xullas shunaqa. Nasdaq Ger qaranglar, Ger вообще chotki ishlab berdi Ger. 1 soatlik FVG'miz bor edi, Aziya bor edi, Frankfurt, Aziyani lovini, Frankfurtni lovini London shunday yechdi. 1 soatlik FVG'ni 50% dan reaksiya olib chiqib ketdi uchib. Ger. Tepaga kelib, tepa zonamizda keldi, mana struktura slom berdi-da, narx qaytib tushdi. Prosta Gerni kuzatdim. Hech shunaqa holat. Jurnalimizda jurnalimiz achinarli holatda minusdamiz. 3%, 3,5% minusda. 2%, 2,5 bu nima 100 ga уже 4% minusga kirib ketdi. $100,000 akkaunt. Matda уже backtest qilyapman, 1 soatlik FVG'da ishlashdi. Endi backtestda o'xshaveradi. Backtest qilasan o'xshaveradi, lekin realniy savdoda mana qilib o'tkazib yuborib pozitsiyani o'tiraverasan. Ko'ramiz, qarang bunda. 1 soatlik time frame, 1 soatlik FVG tashab ketgan. Keyingisi LTF, kichkina time frame. Kichkina time frame da nima qilyapti? Keldi, mana 1 soatlik FVG'ning ichida manipulyatsiya beryapti. Struktura sindi, mana shu joydan 1-2 yurib beryapti. Xullas shunaqa, hozircha jurnal to'ldirib statistika qilyapman. Savdo jarayonlari achinarli darajada mana qilib o'tkazib yuborib, yo bo'lmasa ishonmasdan pozitsiyani mana $100 bilan chiqib ketdi, mana $400 minus. Mana pozitsiyaga o'tkazib yubordim. Xullas shunaqa holat. Trader bo'lish qiyin ekan, trader. Lekin shuna etaplardan o'tish kerak.
Umuman emotsiyasiz qiladigan bo'lish kerak shunaqa holatlar. Hozir nimaga erishdik? Risk katta qilmayapman. 0,5% risk har doim 0,5% risk. Keyin bitta ikkita izdelka stop bo'ldimi, shu bilan yopib chiqib ketyapman. Bozor qayerga ketsa ketsin, osmonga uchib ketsin yo monitorni teshib chiqib ketsa ham savdo to'xtayapti. Shunaqa holatlar bo'lyapti. Endi disiplinani yo'lga qo'yaman. Disiplinaga amal qilishga harakat qilyapman. Endi hozir men o'ylab qoldim, foydaga chiqish emas, trendni yo'nalishi bilan savdo qilishni maqsad qilishim kerak ekan. Trendga qarshi kirib olish uchun emas, trendni yo'nalishi bo'yicha savdo qilish. Har doim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, yonib ketishidan, portlab ketsa ham, eng go'zal, eng 100% model bergan taqdirda ham trendni yo'nalishi bo'yicha savdo qilishni o'rganish kerak. Shuni maqsad qilib qo'yish kerak ekan deb turibman hozir. Demak, qoidalarim bor edi. Qoidalarimiz bor edi, yozib qo'ygan qoidalar, temir qoidalar. Istaganingda chiqmagan. Har qanday setapni faqat yo'nalish trend bo'yicha savdo qilish, bozor strukturasi, bozor tushunarli bo'lsa, setap bo'lmasa bekarchilikdan trend qilmas, ya'ni savdoga kirmaslik. Har qanday ahmoqgarchilik, entry omadni sinash uchun entry, tasodifan bosilib ketishi, shunchaki bir oyga ko'rsatish uchun qilingan entry hammasi trend yo'nalishi bo'yicha bo'lishi kerak degan qoidam bor edi. Shunga amal qilish kerak. Shuni birinchi maqsad deb qo'yishim kerak ekan. Ya'ni shu qoidaga amal qilish meni birinchi o'rindagi maqsadim deb. Chunki ko'p hollarda qoidaga amal qilmay qo'yapmiz. Qoidani esdan chiqarib FOMO bo'lib qolyapti, shunaqa holat bo'lyapti. Bugungi holat ham yevroda shunaqa. Matn narx impuls bilan tushib kelyapti. Impuls bilan tushgandan keyin u dals tushishi mumkin. Polностью FVGni fulfill qilishi mumkin. FVGga kichkina qadamlar bilan tushib kelishi boshqa, reaksiya olishi boshqa. Risk impuls bilan tushgani boshqa. Shuning uchun risk impuls bilan men bu yerda kutishim kerak edi. FVGni fulfill qilishini kutishim kerak edi. Ular kutmadim-da, dalshi stop oldim. Undan keyingi re-entry qilgan pozitsiyani ishonmadim. Undan keyingi holatda teskarisiga kirmadim, undan keyingi holatda ham kirmadim. Shunaqa hozir kun oxiriga kelib, ertamandan kechga 12 soat eshakday ishlab, stroykada ish qilgan odamday charchab, asablar buzilib, endi uyga qaytadigan bo'lib turibmiz. Shunaqa holat. Lekin backtestlar davom etyapti, backtest qilyapman. Backtest jarayonlari. Bir soatlik FVG'miz bor. London, Frankfurt ochilib, Frankfurt high manipulyatsiya qilyapti London. Dalshi yo'nalish bo'yicha tashlab beryapti. Yana 1 soatlik FVG'miz bor mana bu yerda. 1 soatlik FVG'miz bor. Bir necha marta 1 soatlik FVG'ga test beryapti. Shu yerdan 1 soatlik FVG'dan kirsak bizga bir necha marta ishlab bergan, 1 marta, 2 marta ishlab bergan. Dalshi narx chiqib ketdi tepaga. Mana qaranglar. Xo'p, bu holatda bizga 1 soatlik FVG tashlab ketdi. Shamni chopib tashlaymiz. M3 time frame'ga olamiz. 1 soatlik FVG tashlab ketdimi? Narx 1 soatlik FVG ga test berdi 50% ga. Shu yerdan kirgan taqdirimizda biz stop olardik ekan, ha? Stop oldik. Biz
Shuni 1 soatlik FVG'ni teskarisiga ishlab berishi mumkin deb taxmin qilib turib, kelganimizda bizga 1 soatlik FVG teskarisiga ishlab bergan. Setup bo'yicha ishlab bergan. Bular hammasi shu FVG'dan qilingan backtestlar jarayoni. Prosta orqaga qaytarib, boshqatdan kundalik to'ldirib chiqyapman. Hop, shunaqa holat. Bizda esonaman, endi narx menimcha konkretni chiqib ketadi yo'l tepaga. O zonada 1 soatlik ochiq FVG qolgan. Shunaqa bugungi videoni yakunlaymiz. Ertaga yana boshqa nima bo'lsa, ertaga kiramiz, yana nima stoplarni, ochilmagan pozitsiyalar, o'tkazib yuborilgan entrylar hammasini ko'rsataman ertaga yana.